Allohga shukr deyman. Xuddi Rufat Xudoyberganov o'xshab men ham bir hisobda Allohga shukr deyman. Shifo berganiga ham shukr deyman. İşonmaganman bu sohaga nima deb bu tabletkalarga boshqa kalsiyda bu ham bunday deyishardi, lekin ustozim Dilafruz Amanovna juda qattiq meni kuzatib o'qigan. Sherzodbek sponsorim, lekin u bola u ham bironta, lekin asosan men bilishlarga Dilafruz Amanov Zilboyeva ustozlar taniydi. Juda qattiq kuzatib o'qigan. Hattoki bir marta iltimos, agar oladigan bo'lsam o'zim sizga chiqarman deganman. Bo'ldi xo'p degan ba'zida o'sha taklif qilganda ba'zi ustoz manaqa bo'lyapti deb bo'lsam o'zingiz o'ylaychi qanday bo'lgan deb bo'ldi deb qo'ydim. Xuddi shunaqa mana shunday holatda bordim, xudodan tilab eshitdim, lekin korobkasini olganda bildimki orqasida haqiqatda bitta kalsiy emas. Rahmon berib ustozdan ko'proq kalsiy asosida minerallar kompleksi ekan. Bu Allohning mo'jizasi ekan. Ishonmadim, bir korobkani ichganda ham endi bo'ldi, men uxlashdan ichoraychi dedim. Lekin endi ikki xil yo'l bor edi. Biri yo protez qo'ydirishim kerak. Mana sinib ansa deydi. Kelganda protez qo'yasan degan. Lekin yo'q, men Allohning mo'jizasiga ishonamanki, shunday mahsulotlar bor xudodan degan. Qidirdim, Xudoga shukr topdim. Xuddi ko'rdingiz, mana ishonaman deganman va mana shu ikkinchi korobkani yarmiga yetganda, ungacha bir yil shunaqa hasad yurdim. Ikkinchi korobka yarmiga yetganda Hasan tashabbusni bo'laman. Bu men uchun mo'jiza edi. Juda mashallah dedi. Xuddi shunaqa. Dilafruz ustozga ming rahmat deyman boyaga. Shunaqa. Undan tashqari bu sohaga kirib kelishim endi yaxshi bo'lgandan keyin aytdiki, sizni tezroq yaxshi bo'lishingiz uchun dedilar ustoz, odamlarga ham tavsiya qiling. Ana shu sizni ta'sir qiladi. Hayolingdan chiqarib ol dedi. Ungacha ham kitoblarni o'qiganman. Jon Kexo kelgan Muzakkar Narbekov kitoblari, Opit Durakar degan kitoblar bor. Ongingdan chiqarib ol. Hattoki men mana bu hammamizda bor tasbih, buni aytib o'tyapman. Kuniga 1000 marta podsoznaniya deydi ong ostida. Men sog'lomman, 1000 martagacha aytaman.